Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Rabbimiz subhanahu va taoloni kuzatib turuvchi ekanligi, ar-raqib ekanligi haqida dars qilyapmiz. Muroqaba martabasi haqida. Alloh azza va jalla faqatgina kuzatib turmaydi. Bandani qilgan ishini kuzatib turib, keyin mukofot ham beradi, jazo ham beradi. Sulton, mansabdor odam, podshoh ishingizni kuzatib turadi. Odam qo'yib qo'ygan kuzatib turdi. Xatolaringizni, qonunni buzayotganligingizni yozib, chizib, papkaga joylab degandek to'plab turadi. U bitta ish, endi keyin jazolaydi ham. Alloh taolo bandani kuzatib, uni qilgan ishi uchun jazolanmoqchi bo'lganida, uni jazosidan, uni iqobidan hech kim qochib qutula olmaydi. Astagfirullah. Inna robbaka labil mirsad. Shak shubhasiz Parvardigoringiz barcha narsani kuzatib turguvchidir. Kuzatib ham turadi, keyin jazolaydi ham. Od qavmini Alloh taolo kuzatdi, keyin nima bo'ldi? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Ey Muhammad alayhisalom, Parvardigoringiz Od qabilasini qanday halokatga duchor qilganini ko'rmadingizmi? Kuzatadi, jazo beradi. Uyingizga 5-kursda o'qiydigan o'rtog'ingiz, do'stingiz, student mehmon bo'lib keldi. Tasavvur qiling. Peshqadam talabalardan u bilan o'tirib gaplashib, suhbatlashib o'tiruvdingiz. Uni orqasidan mana shu student o'qiydigan universitetni professori kirib keldi. Yoki ana shu jamiyaning rektori kirib keldi. Olim odam, jamiyatda martabasi baland, hurmati baland. Haligi studentni qo'yib, professor bilan, rektor bilan ovora bo'lib ketasiz. Salomlashasiz, tabassum qilasiz, choy quyib uzatasiz. Xullas, diqqat e'tiboringiz mana shu rektorga qarab qoladi. U rektorning kelganligi uyingizga kelgan student o'rtog'ingizni esdan chiqargizib qo'ydi. Keyingi kelgan odam avvalgi kelgan odammi? Keyingi kelgan mehmon avvalgisini unuttirib qo'ydi. Ya'ni bitta narsa ikkinchi narsani unuttirib qo'ydi. Bir narsa boshqa narsani unuttirib qo'ydi. Shuning uchun siz musulmon sifatida tijoratingiz, do'koningiz, ulfatingiz, kayf safoingiz, xullas qaysidir narsalaringiz sizni Alloh kuzatib turganligidan unuttirib qo'ygan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Qaytaramiz. Tijoratingiz, ulfatlaringiz, kayf safoingiz, huzur halovatingiz, hobbilaringiz Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqargizib qo'ydimi? Bu juda ham xatarli holat. Haqiqiy muroqabaning belgisi. Sen uchun ulug', muhim bo'lgan har qanday narsa Alloh seni kuzatib turganini esingdan chiqarib yubormasligi sening muroqabangni haqiqiy ekaniga dalil bo'ladi. Namozni har qanday holatda o'qiysan. Ro'zani har qanaqa sharoitda tutasan. Kunlik zikrlaring bor, seni hech narsa undan chalg'itmaydi. Shunaligi har qanday muhim ish sizni unuttirib qo'ymayaptimi? Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringizni yo'q qilib qo'ymayaptimi? Demak, sizning muroqabangiz haqiqiy muroqaba ekan. Shuning uchun ham Allohning ahllari, Allohga yaqin bo'lib qolgan bandalar, sodiq mu'minlarning zehnlaridan Alloh bizni kuzatib turibdi degan shuur hech qachon ko'tarilmaydi. Allohning ulug'lashlari ularning qalblarini boshqa narsalar bilan ovora bo'lishdan to'sib turadi. Agar qalb chinakamiga Allohni ulug'lash bilan band bo'lsa, uning bu bandligi uni boshqa narsalarga parvo qilmaslikka yetaklaydi. Endi agar bir banda Alloh meni kuzatib turibdi degan muroqaba shuuri haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsalarga parvo qilmaydi. Anchadan beri bir katta muammongizni hal qila olmay turibsiz, katta muammo bor. U muammoni hal qilmasangiz, katta mablag'ga kuyib ketasiz. Endi ro'parangizda ana shu muammongizni hal qilishi mumkin bo'lgan o'tiribdi. Martabasi, mansabi, hurmati baland bo'lgan odam.
Uni oldida o'tirar ekansiz, qanaqa o'tirasiz? Odob bilan o'tirasiz, axloqingizni go'zal qilasiz, ortiqcha gapirmaysiz, tasbehingizni tiqir qilib o'tirmaysiz, achchig'ini keltirib qo'ymay. Mendan xafa bo'lib qolmasin. Nima uchun bunchalar e'tiboringa? Chunki bu odam sizning muammoyingizni hal qilib berishlikka nimasi bor? İmkoni borda. Sizga foydasi tegishi mumkin. Uni kimligini bildik, bizga qanaqa foyda keltirishi mumkinligini bilganimizdan keyin uni ko'nglini ovlashga shu darajada bir kirishamizki, boshqa hech narsa ko'zimizga ko'rinmaydi. Demak, muroqaba manzilatiga yetgan odamni biron narsa ibodatidan chalg'ita olmaydi. Hali aeroportda qarasanglar, gazetani savolib yoki kurtkasini tashlab olib namoz o'qiyotgan odamni ko'rasiz. Yomon maza qilasiz-da. Pasadga e'lon qildi. O'tiribdi, Pasad ishini dirjit etib o'tkazyapti samolyotga. U nima qiladi? Shunday masani kurtkasini tashlaydi, namoz o'qiydi. Demak, uni qalbida muroqaba hissi bor. U muroqaba manzilatiga yetgan. Namozni har qanaqa holatda o'qiydi. Demak, muroqabaning lavozimlaridan Allohni ulug'lashlik bilan band bo'lib, boshqa narsalarga parvo qilmaslik. Mana shu muroqabaning lavozimlarining birinchisi, ikkinchi lavozimi Alloh tarafiga qarab yurish va ana shu sayrda davomiy bo'lish. Munofiqni ko'rmaysizmi? Katta gunohni qilib qo'yib, ustiga pasha qo'nganchalik ham bir xavotir olmaydi. Endi mo'minchi? Mo'min pashadek kichkina qilib qo'ygan gunohini shuni kasofati boshimga kelib uram ekan deb qo'rqib turadi. O'lchov. Nozik o'lchov. Mana shu o'lchovga solib keraklik o'zimizni. Allohning nazdidagi martabang yuksalgani sari, Allohning nazdida martabang yuksalgani sari qilgan kichkinagina gunohing ham ko'zingga tog' deb bo'lib ko'rinadi. Allohning nazdida qadring pasaygani sari qilgan katta tog'dek gunohing ham ko'zingga arzimas bo'lib ko'rinadi. Nima bo'pti deydi? Nima tavba qilyapti deydi. Mana endi shundan bilavering, sizni Alloh qadrlayaptimi, qadrlamayaptimi? Kichkina qilib qo'ygan gunohingiz bezovta qilyaptimi? Katta qilib qo'ygan gunohingiz sizga umuman bir ta'siri bo'lmayaptimi? Shundan bilavering. Qilgan gunohingizdan qanaqa ta'sirlanyapsiz? Mana shu haqiqiy o'lchov bo'ladi. Fosiq odam katta gunoh bo'lgan bir so'zni aytadi-da, xotirjam qilaveradi. Hech narsa bo'lmagandek. Endi mo'minchi? Shunga o'xshagan so'z tilidan chiqib ketsa, jahl ustida, bilmasdan, achchiqdan aytib olsa, istirobga tushadi, siqiladi, o'ylanadi, pushaymon yeydi. Xuddi osmondan qulagan odamdek o'zini his qiladi. Yana qaytaramiz. Qadrimiz ko'tarilgani sari Allohga kichkina gunoh ham bizni bezovta qiladigan bo'lib qoladi. Allohning nazdida qadrimiz tushgani sari katta gunohni qilib qo'yib ham spokойно turaveramiz. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekaningni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning hech bir boshqa ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Yana bir marta o'qib beraman. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekanligingni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanligini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning boshqa hech bir ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Dunyoni hammasini qo'lga kiritgan odamlardan so'ra. Eng hashamatli maskanda yashaydi. Eng shirin lazzatli taomlarni yeydi. Tabiatda eng go'zal manzaralarda turadi. Ko'ngli istagan narsani qilgan. Dunyoni hamma kengchiligiga erishadi. Dunyoni maishatiga ko'milib yashagan odamlar agar ular Allohni tanishganida, Allohga yaqin bo'lishlikni halovatini totib ko'rishganida aytishardiki, Allohga qasam, dunyoni shuncha lazzati va huzur halovati Allohga iqbol qilishning bir lahzasiga ham teng bo'la olmaydi deyishgan bo'lar edi.
Biz nimaga dunyomizni zo'r deyapmiz? Mashinam yangi, uyim chiroyli, xotinim chiroyli, o'g'lim bor, qizim bor, hayotim zo'r, shikar deb nimaga bunaqa deyapmiz? Chunki jannat ko'rmadingda hali. Jannatga kirganimizdan keyin bu dunyo hech narsa emasligini ko'rib qolamiz. Endi dunyoda turib ham hamma kayf safo huzur halovatda yashayotgan odam Allohni tanimay yashayotgan bo'lsa va unga Allohga yaqin bo'lish, Allohni tanishlik degan narsani toptirib qo'ysangiz, mononasiga parvo qilmay qo'yadi. Ma'qulmi? O'shuning uchun o'zini osib o'ldiryapti-da g'arbdagilar. Suitsidning eng kattasi o'sha g'arbda. Amerikada, Yevropada, o'sha Shvetsiya, Skandinaviya o'lkalarida. Bo'lmasam, mana shu dunyoviy hayoti, maishati zo'r. Nimaga o'zini osib o'ldiryapti? Nimaga hayotdan to'ygan? Chunki bu dunyo matohi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha zo'r bo'lsin, malollantiradi, zeriktiradi. Dunyoning hech qaysi matohi senga doimiy saodat shuurini bermaydi. Qaytaramiz. Dunyoning hech qaysi matohi, go'zalligi doimiy qalbingizda xotirjamlikni, saodatni bermaydi. Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? Bu nevajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz. Cholda bordir, tomoq eshig'idir. Zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoning qaysi matohi sizni doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Hech qaysisi. Ana shu biz aytayotgan dunyoning hamma xayriyatiga ega bo'lgan odamlar Allohni tanimasdan, Allohga yaqin bo'lishligini mazasini bir marta totib ko'rishsa, nima deyishar edi? Allohga qasam, dunyoning ichidagi shuncha lazzati, huzur, halovati Allohga yaqin bo'lishni bir sekundiga ham teng bo'lmas ekan deyishardi. Agar mo'min, chinakam mo'min, Allohga yaqin bo'lgan, iymonda halovatini totib ko'rgan mo'min aytsa, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q desa, qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Bundan ko'ra baxtliroq odam bor, agar u odam bundan ham taqvoliroq bo'lsa. Yer yuzida agar u mendan taqvoliroq bo'lmasa, mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deb qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Birodarlar, dunyodagi eng go'zal narsalarga erishgan odam, eng afzal narsalarni qo'lga kiritgan inson, ko'ngli istagan narsaga qo'li yetadigan odam, agar Allohni tanimagan bo'lsa, Allohga yaqin bo'lishligini, halovatini totib ko'rmagan bo'lsa, bu banda hech narsani totib ko'rmabdi. Nima uchun? Bu dunyoning go'zal narsalari. Ularga Alloh taolo go'zallikdan bir nasiba bergan. Ana shu nasiba tufayli ular go'zal. Bitta ulush, bir qismi go'zallikni. Endi go'zallikni asli bo'lgan Alloh taoloni o'zini tanisangizchi. Go'zallikni asli kim? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz. Ey, ukalar, yoshlar, o'ylamanglar. Agar men Allohni tanisam, Allohni topib, unga yaqin bo'lsam, bu dunyoning xayriyatlardan mahrum bo'lib qolaman ekan. O'ylamanglar. Agar Allohni topsangiz, unga yaqin bo'lishlikning huzurini qanaqa ekanligini bilib totib ko'rsangiz, bu dunyoning matohi siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Faqat Alloh deb yashaysiz, o'shunda siz intilib yetib topa olmayotgan dunyoning matohini Alloh oyog'ingiz tagiga sochib qo'yadi. Bu Allohning va'dasi. Kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, dedilar Rasululloh, Allohni rozi qilish g'amiga, qolgan g'amlarga Alloh kifoya qiladi deydi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, dedilar Rasululloh, Alloh unga tark qilgandan yaxshirog'ini beradi dedilar. Shuning uchun ukalar, o'ylamanglar. Allohni tanisam, taqvoga yursam, Allohga yaqin bo'lsam, dunyoning matohidan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Bizi ko'zimizga bu dunyo chiroyli ko'rinyapti. Bu dunyoning matohi ko'zimizga chiroyli, ajib ko'rinyapti. Sababi Allohga yaqin bo'lishlikni nimaligini bilmaymiz-da biz. Biz jannatni ko'rmagan, unga kirmaganligimiz uchun
dunyodagi hayotimizni zo'r deb o'ylayapmiz. Onaning qonidagi bola agar aql bersa chiqmaydi. Nima qilaman deydi. Issiq joy, yumshoq joy. Oziqam kelib turibdi kindigimdan. Hech qanaqa ham tashvishim yo'q. Nima qilaman chiqib deydi. Chiqishlikni xohlamaydi, lekin majbur chiqarishadi. O'ldim deb chiqsa, u ichidagi ikkita narsadan ko'ra ko'proq narsa bor ekan. Toza havo, kenglik, yorug'lik, yeydigan narsa ming xil. Zo'r ekan bu yoq deydi. Xuddi shunga o'xshagandek dunyoda yashayotganida qabrga kir desa kirmaydi yana. Chunki hayotim zo'r deb o'ylaydi. Lekin majbur kirgizishadi qabrga yana undan so'ramasdan. Kirgandan keyin Alloh taolo mo'minga jannatdagi joyini ko'rsatib qo'yadi. Ana shu qabrini, lahadini o'ng tomonidan darcha ochib qo'yiladi. Mana seni boradigan jannating deydi. Deganda Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qilgin deydi. Jannatni ko'rmagan, unga kirmagan odam bolasi mana shu dunyo uyini, dunyodagi uyini, mashinasini nima deb o'ylaydi? Eng zo'r narsa deb o'ylaydi. Ammo jannatga kirgandan keyin, jannatni ko'zi bilan ko'rib, ne'matlarni totib ko'rgandan keyin dunyo hayot haqida fikr o'zgaradimi? Ba'zan Alloh taolo dengizga o'zining Al-Jamil ismi bilan namoyon bo'ladi. Dengizga tajalli qiladi. Dengizda o'zini go'zalligini namoyon qiladi. Ana shu paytda dengizni ko'rsangiz aytasiz. Kecha tunni dengizli sohilda o'tkazdim. Bu kechani hech ham unutmayman deydi. Nimaga? Osmonda to'lin oy, yoqimli to'lqinlar, mayin shamol, suvda suzasan, xushnudligini his qilasan. Suv tip-tiniq. Dengizni tubini ko'rish mumkin. Bu Allohning Al-Jamil ismi bilan dengizga namoyon bo'lishi. Endi Alloh taolo mana shu dengizga o'zining Al-Jabbar ismi bilan namoyon bo'lsa-chi, qo'rquvdan qalbimiz yorilib ketadi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Jamil ismi namoyon bo'ladi. Qarang, birga kirgan yosh bolani yuziga qarang-da. Go'zallik, tiniqlik, beg'uborlik, musaffolik. Yer yuzida bundan ko'ra go'zalroq yuz yo'q. Allohning Al-Jamil ismi namoyon bo'ldi. Yana shunday kunlar bor. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ladi u kunlarda. Bo'ronlar, vulqonlar, tsunamilar, zilzilalar. Xabarlarda aytiladiki, kecha tunda bo'lgan zilzila oqibatida 40 mingta odam uylarni tagida qolib ketdi vayronada. Tsunami natijasida butun bir shahar suv tagida qolib ketdi. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ldi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Yangi shopir bola chaqasi bilan toqqa chiqqan, tushib o'ynashdi, o'tirdi, hali motorini yoqmasdan turib, rushni tormozni tushirib oldi. Rol burilib qolgan bir tomonga, qatib qolgan. Mashina jalliga qarab ketdi. Yumaladi, to'ntarildi, ontarildi, har tomonga urildi, dabdalasi chiqib ketdi. Buni ko'rgan odam u mashinaning ichida bironta odam tirik qolmadi deb o'ylaydi. Lekin Al-Latif bo'lgan Alloh o'zini ismini namoyon qiladi o'sha holatda. Hammasi tirik chiqadi. U yer shilingan, lekin Alloh saqladi. Allohning Al-Latif ismi namoyon bo'lishi yana bitta misol. Yosh bolaning tishini tushib ketishini oling. Vaqt soati yetganda bola sezmaydi. Nerv tomirlari uziladi. Bola ovqat yeyotgan paytda og'zida bir narsa paydo bo'lib qoladi, qarasa tish tushib ketibdi. Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Muloyimlik bilan olib qo'ydi Alloh taolo. Endi eng zo'r mohir stomatolog, tish doktori uni tishini olib tashlamoqchi bo'lsa, shunaqa bo'ladimi? Eng kamida ukolni sayganda jon achishadi. Demak, Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Og'irligi 100 ming tonnalik kemalarni suv ko'tarib turadi. Mushtdek tosh tashlasa shopitib cho'kib ketadi. 50-100 tonnalik samolyotlarni havo ko'taradi. Havo ko'taradi shu samolyotni, lekin shu havoni ichida yurar ekanmiz, bizga og'iri yo'q. Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Muroqabaning samaralari, agar sen birodar muroqabada ekaningni, Alloh seni kuzatib turganini his qilsang, uning amrida mustaqim bo'lasan,
Mahluqotlarga faqat yaxshilik qilasan va uning o'ziga iqbol qilasan. Shunda sen dunyoning hech bir narsasidan topa olmaydigan lazzatni topasan. Avval olib maza qilgan bo'lsang, berib turib shunaqa maza qilasanki, voy bu berish olishdan ham mazaliroq ekan deysan. Muroqaba birodarlar, Alloh taolo sizni kuzatib turishligini bilishingiz va mana shu shuurni doim yodingizda ushlab turishligingiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.